Mana shu 3 ta ruchka mana hayotimni qaysidir davrlarni eslatadi. Mana bu ruchka maktab davrini eslatadi. Mana bu ruchka esa mana 3 yillik abituriyentlik davrini eslatadi. Mana bu esa 4 yillik bakalavr va 2 yillik magistrlik davrini eslatadi. Bu uchalasi ham men uchun juda qadrli. Lekin menga Alloh taolo boshqa taqdir nasib etdi. Tadbirkorlik yo'liga o'tib ketdim, lekin hech qachon o'qiganligimdan afsuslanmayman. O'qish menga keng dunyoqarash, ulkan saviya va katta bilim berdi. Shu tadbirkorlikni boshlashimga ham o'sha olgan ilmlarni sabab bo'ldi. Shuning uchun o'qing va yana o'qing. O'qish uchun nima qilish kerak? Qalam tesh do'koniga kelib, kitoblardan xarid qilib, o'qib, ilmingizni oshirishingiz kerak. Salomat bo'lasiz.